Bu odam вообще pedofil-ku. Tavba qildim. Men qiz bolaman, kim bo'lib hali voyaga yetmaganman. Menga tashlagan videolarini ko'rsangiz вообще o'zini qanaqadir jinsiy joylarini tashlab, menga har xil kuchli gaplar qilib, meni o'rab. Xo'p, men hozir nima qilaman endi? Agar nimadir deyotgan bo'lsa, lekin men bilmayman, men uni ustidan yozaman. Gapirgan gaplarini, tashlagan videolarini, rasmlarini ko'rsangiz вообще u tabibmi o'zi? Xalqqa davolaydigan odammi yoki bo'lmasa bunaqa seksualniy narsalar tashlaydigan odammi? Shuncha odam unga ishonib, islomiy deb, diniy deb ishonib yuribdi-da, lekin qilayotgan ishlarini qarang. Mani agar nimadir desa, agar meni haqimda, men uni videolarini ham, rasmlarini ham tashlab beraman. Hamma narsasi shundoq turibdi. Shundoq tashlab, ariza yozib yuboraman, lekin aytib qo'ying. Shuncha rasmlarini ko'rsatib. Hoji aka, nima bo'lsa ham yaxshi ish qilmagansiz-da. Ana qiz o'zi yozish niyati yo'q bo'lgan ekan. Keyin siz o'zingiz qitmirchilik qilibsiz-da, endi u qiz ustingizdan yozayotgan ekan. Bu yoqda menga akalarim chiqib, "Uka, men qaragin" deyaptilar. Bu nima bo'ladi bu? Men siz bilan urush niyatim yo'q. Hoji? To'g'risi nima bo'ladi bu, aka? Kuchlisiz, gapi yo'q, 10 ming dollar berib meni urib bizdirib tashlaysiz, aka. Unaqa emas, men siz ukangizman, meni urdirmang. Prosta menga qiz uryapti, nima unaqa?